Titusqa yezilgan xat. 1-bob. Xudoning xizmatkori va Iso Masihning elchisi bo'lgan menki Pavlusdan Titusqa salom. Men Xudo tanlaganlarga e'tiqod yo'lini ko'rsatishga va ularni ixlosmandlikka yetaklaydigan haqiqatni tushuntirishga tayinlandim. Bu e'tiqod va haqiqat bizda mangulik hayotga erishish umidini paydo qiladi. Yolg'onchilikdan mustasno bo'lgan Xudo dunyo oxirida bo'lishdan ilgirla bu mangulik hayotni va'da qilgan. Xudo belgilangan vaqtda bu mangulik hayot to'g'risidagi xush xabarni oshkorladi. Qutqizuvchimiz Xudo o'z amri bilan bu xush xabarni yetkazish vazifasini menga topshirdi. Xudo otimiz va qutqizuvchimiz Iso Masihga bo'lgan o'rtaq e'tiqod yo'lida o'z o'g'limdek bo'lib qolgan sana mehr shafqat va omonlik ato qilg'ay. O'rindilib bo'lgan ishlarni bir taraf qilish va sana burun topshirganimdek har qaysi shaharlardagi e'tiqodchilar jamoatchiligining yetakchilarini tayinlash uchun seni Krit orolida qoldirdim. Yetakchilikka tayinlangan kishi ayibsiz, ayoliga sodiq bo'lgan, farzandlari bo'lsa, Xudoga e'tiqod qiladigan, kayf safodan yeri bo'lgan, hamda ota-onasiga bo'ysundigan kishilardan bo'lishi kerak. E'tiqodchilar jamoatchiligi boshlamchi bo'lgan bundaq kishi Xudoning xizmatini zimmasiga olganligi uchun shundoq ayibsiz bo'lishi kerakki, hargiz tarso, churs mijoz, haroqkash, zo'ravon, mol dunyoga tamaxxur bo'lmasligi, aksicha mehmondo'st, yaxshilikni so'yadigan, o'zini tutib olgan, odil, pok va tamkin bo'lishi lozim. U o'ziga o'rgatilgan ishonchli ta'limda chin turishi kerak. Shunda qilganda u bu to'g'ri ta'lim orqali boshqalarga nasihat qila oladi ham ta'limga qarshi chiqishlarning xatoligini tuzatalaydi. Nurg'un kishilar bu ta'limga itoat qilmay, bema'ni so'zlar bilan boshqalarni ozdiradi. Bo'libmi, qutqizilish uchun xatni qilinish zarur deb turvoqchilar shundoq qiladi. Moshundaq kishilarning og'zini tuvoqlash kerak. Chunki ular mol dunyoga ega bo'lish uchun kishilarga soxta ta'limlarni o'rgatib, ba'zi oilalarning e'tiqodini butunlay nobud qilmoqda. Krit orolidagilarning o'z payg'ambarlaridan biri Kritlar hamisha yolg'on so'zlaydi. Ular vahshiy hayvonlar va hurun non qipladir degan. Bu haqiqatdir. Shunga Kritdagi e'tiqodchilarning e'tiqodining sop bo'lishi uchun ularni qattiq ogohlantirgin. Ular bema'ni Yahudi afsonalariga va haqiqiy ta'limdan chetnaganlarning diniy qoida yo'sinlariga quloq solmasin. Pok kishilar uchun hamma narsa haloldir. Lekin nopok kishilar va e'tiqodsizlar uchun hech qanday narsa halol emasdir. Ularning o'y fikrlarimi, vijdonimi bulg'inib ketgan. Ular Xudoni tanıymiz deb davron solsimi, lekin amaliyotida uni rad qiladi. Ular hech kimga bo'ysunmaydigan yirkinishli kishilar bo'lib, qo'lidan hech qanday yaxshi ish kelmaydi. 2-bob. Titus, e'tiqodchilarga to'g'ri ta'limga loyiq yashashni o'rgatishing kerak. Yaşanğan erlərini özünü tutub alğan, esil pəzilətlik, salmaqlıq, etiqadlı sap, mehir muhabbeti bilən səvir taqiti tulub taşqan boluşqa çaqırğın. Şunungdək, yaşanğan ayallarını ixlas mənligiga loyiq yürüş turuşqa, həm də
kasıbni pasat qilmaydigan, haroq sharobga berilmaydigan bo'lishqa chaqirg'in. Ular boshqalarga nemining yaxshi ekanligini o'rgatsin. Buning bilan bu ayollar yosh ayollarga ta'lim berib, ularga o'z erlariga va bolalarga kuyinish, o'zini tutib olish, pok bo'lish, uy ishlariga mohir bo'lish, mehribon bo'lish va erlariga itoat qilishlarini o'rgatilaydigan bo'lsin. Yosh ayollar shundoq yashasa, Xudoning so'zi qorlanmaydi. Yosh erlarni o'zini tutib oladigan bo'lishqa chaqirg'in. O'zingmi har qanday ishda yaxshi amaliyating bilan ularga ulgu bo'l. Pok niyat, salmoqliq hamda boshqalar qusur topamaydigan to'g'ri so'zlar bilan ta'lim bergin. Buning bilan bizga qarshi chiquvchilar yomon gapimizni qilishga sabab topamay uyalsin. Qullarga har qanday ishda xo'jayinlarga bo'ysunishni o'rgatgin. Ular gap yandurmay, o'g'irlik qilmay, o'zlarining hamma ishda ishonchli ekanligini ko'rsatib, xo'jayinlarni rozi qilsin. Shundoq bo'lganda, ular boshqalarni qutqizuvchimiz Xudo to'g'risidagi ta'limlarga har jihatdan jalb qila oladi. Sababi Xudoning barliq insonlarni qutqizadigan mehr shafqati ayon bo'ldi. Bu mehr shafqat bizni gunohkorlikni va bu dunyoning orzu havaslarini rad qilib, bu fani dunyoda to'g'ri, Xudoga ixlosman va o'zini tutib olgan holda yashashga yetaklaydi. Biz ulug' Xudo bo'lgan qutqizuvchimiz Ayso Masihning shon sharaf bilan qaytib kelishidan iborat muborak umidimizning amalga oshishini intizorlik bilan kutamiz. Ayso Masih biz uchun qurbon bo'ldi. Buningdan maqsad u bizni hamma razilliklardan ozod qilish hamda bizni pok qilib, o'ziga mansub bo'lgan yaxshi amallarni qilishga tirishadigan xalq qilish uchundir. Sen bu ta'limlarni e'tiqodchilar jamoatchiligiga o'rgat. Ularga ilhom ber ham butun huquqini ishlatib, ularning yomon illatlarini tuzat. Hech kim seni kamsitmasin. 3-bob. Sen e'tiqodchilarga shuni eslatib turginki, ular hukumat va hukumat amaldorlariga bo'ysunsin. Ularning so'zini anglab, har qanday yaxshi amallarni qilishga tayyor tutsin. E'tiqodchilar hech kimga tuhmat qilmasin, jidalxo'r bo'lmasin, aksicha xushbeyil bo'lsin. Har qanday kishi bilan muomala qilganda haqiqiy kamtarligini ko'rsatsin. Chunki bir chaqlarda bizmi nodon edik. Bizmi Xudoga bo'ysunmaydigan, ozdirilgan, har xil orzu havaslarning quli bo'lgan, yomonlik va hasadxo'rlik ichida yashagan, bir-birimizga o'chman kishilar edik. Lekin qutqizuvchimiz Xudo insonlarga bo'lgan mehribonligi va muhabbatini ochiq ayon qildi. Biz yaxshi amallar bilan emas, balki uning rahim shafqatidan qutqizildik. Xudo bizning gunohlarimizni yuyib, muqaddas ruh orqali bizni qaytadan to'raldirib, yangi hayotga erishtirish bilan bizni qutqizdi. Qutqizuvchimiz Ayso Masih orqali Xudo kengchilik bilan muqaddas ruhni qalbimizga to'kdi. Buning bilan biz Xudoning mehr shafqatidan haqqoniy odam deb jakorlanib, mangulik hayotga erishish umidiga ega bo'ldik. Bu so'zlarim haqdir. Ularni taklifingni umid qilaman. Shundoq qilganingda Xudoga e'tiqod qilganlar o'zlarini doim tirishchanlik bilan yaxshi amallarni qilishga beg'ishlaydi.
bu ta'limlar insonlar uchun yaxshi ham foydaliqdir. Ahmiqona talash tortishlar, nasab nomilar to'g'risida quruq gap so'zlar va Tavrat qonuni bilan munosabatlik jadal majralardan saqlan. Chunki bu ishlar foydasiz va ahamiyatsizdir. Shundoq ishlarni qilib, e'tiqodchilar orasida guruhvozlik paydo qilishlarni ogohlantir. Bir ikki qatimlik ogohlantirishdan keyin yana guruhvozlik qilsa, ular bilan bo'lgan munosabatingni uz. Bundaq odamlarning haqiqatdan chatnigan, gunohkor odamlar ekanligi aniqdir. Ularning qilgan gunohlari o'zlarini jazoga mahkum qiladi. Artemasni yoki Tikikusni qishinga avatmoqchi bo'layotman. Qaysi biri qishinga bormisin, mumkin qadar Nikopolis shahriga tezroq kelgin. Chunki u yerda qishlamoqchiman. Qonunshunos Zinos bilan Apollosning safriga imkon qadar yordamda bo'lg'in. Ularning kam kutlari bo'lsa, hal qilib bergin. E'tiqodchi qarindoshlarimiz hojatmanlarga yordam qilib, o'zlarini yaxshi amallarni qilishga berishlashni o'rgansin. Shundoq bo'lganda, ularning hayoti mevasiz bo'lmaydi. Yenimdikilarning hammasidan sanga salom. Krit oraldiki bizni so'ydigan e'tiqodchilarga salom et. Xudoning mehr shafqati hammanglarga yor bo'lg'ay.